Assalomualaikum. Aka, Xudo xolasa, hurmatli do'stlar, navbatdagi davollarimizni O'zbekiston hukumatiga olib kelib o'rnatdik. Boshqa zaxonlar olamiz. Mavzulari 2230 va 30. 1 kvadrat metrlar 1 million 300 ming so'mdan olib kelib o'rnatdik. To'g'risi, ishxonamiz Bog'dod tumanida, Bo'linish qishlog'ida ekanmiz. Ishxonamizga borib, tayyor bo'ladi. O'rnatib, dasturlarni qo'llarga topshirdik. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga dasturlash beramiz da'vozalarimizni. 50 xildan oshiq da'vozalarimiz faturlari bor. Xudo xolasa bemalol Telegram, WhatsApp guruhlaring bor, kataloglar tashlab beramiz. Ko'rib tanlovlar. Ko'ngildagidek qilib, o'tgan faturlaringizni birga qilib chiqarib beramiz. Materiallarni ekilgan bo'lsa, to'liq ko'ramiz. Materiallarni ekilgan bo'lsa, fotolarimiz saytiga keltirilgan. Bekasi kelib bo'lgan. Davollarimiz materiallarni 1.5 qanday bo'lgan. 2 qavatlik, mana bu yerim ofislar 2 qavat hisoblanadi. Orqasidagi lisimiz 2 dan bo'lgan. Yerim ofisimiz ta'minligi 1/1. Zamoklarimiz ham yaxshi zamokdan, zo'r zamokdan to'g'ri yaxshi xizmat qiladi. Kraskalarimiz geomatdagi kraska yoki qisqancha berganmiz. Tek qismlariga mana darvozamizni shilderlar qo'yib berganmiz. Yuk mashina boshqarilganda o'zini tutmaydi. Yurtdoshlar, ekranni pastki qismida nomerlarimiz bor. Bemalol aloqa qilsalar, ishlarni tezroq chiqarishni qilib beramiz.